xalq qabulxonalarida. Assalomu alaykum muhtaram muxlis, aziz tinglovchilar, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekiston 24 teleradio kanali Xalq qabulxonalarida loyihasining to'g'ridan-to'g'ri efir soatlari boshlandi. Mikrofon qarshisida muallif shoira Umurzoqova, rejissyorlik pultida Qodirjon Mamarasulov bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Demak, bugungi loyihada Angren shahar Xalq qabulxonasi mudiri Nasiba G'ofurova. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Va Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati mas'ullari ishtirok etishyapti. Ular bilan tanishtirib o'taman. Murojaatlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Surayyo Sidiqjonova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamda jamiyatning texnik siyosati bo'limi bosh mutaxassisi Nodirjon Qobilov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishtirok etishyapti. Siz aynan mana shu yo'nalishda yoki boshqa mavzuda ham o'zingizni qiynayotgan savollar, o'ylantirayotgan muammolar yuzasidan yoki takliflaringiz bo'lsa, bizga 71 kodi bilan 286 32 10 233 54 95 raqamlariga hozir efir paytida qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va sizda yana bir imkon 90 kodi bilan 825 26 84 Telegram raqamiga murojaatni matn shaklida yo'llashingiz mumkinligini eslatib o'taman. Iltimos qilib so'rayman, ovozli xabar yubormang yoki o'sha siz yo'llamoqchi bo'lgan murojaatni matnini qog'ozga ko'chirib, uni suratga olib yubormang. To'g'ridan to'g'ri, xuddi SMS xabar shaklida murojaatingizni matn tarzida berasiz va biz hozirning o'zida ushbu murojaat yechimiga kirishamiz. Men to bizning ekspertlar bizning loyihaga moslashib olgunlariga qadar hozirgina kelib tushgan minnatdorlik so'zlarini o'qib eshittirmoqchiman. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'ini Iftixor ko'chasi 9-uyda yashovchi 76 yoshli Normurod Abrayev bizga murojaat qilgan edilar. Ularga ko'ra, o'tgan yilning dekabr oyida 2-guruh nogironligiga chiqqan turmush o'rtoqlarining nafaqa puli boshqa mahallaga, boshqa hududga o'tkazib yuborilgani va ular mana qariyb 3 oy, 4 oydan buyon sarson bo'lib 40 mingdan 80 ming so'm yo'lkira to'lab o'sha hududga borib nafaqa pulini olib kelayotganliklarini xafa bo'lib yozgan edilar va biz ushbu murojaatni Xalq bankiga yo'naltirdik. Ular ushbu masalani o'rganib chiqishdi. Haqiqatan ham xatolik o'sha joyda tizimdagi o'sha manzilini kiritishda xatolik yo'l qo'yilgan va uzr so'rab o'sha xatolikni to'g'irlashdi. Ularning hozirgi kunda minnatdorlik bildirayotgan sababi o'sha nogironligi bo'lgan fuqaroning uyiga aynan o'ziga yetkazib berilayotganini aytib, juda katta rahmat aytdilar va bizning ushbu loyihadagi ularga yordamimiz tekkandan biz ham xursandmiz. Yana bir minnatdorlik so'zi hozirgina mana kelib turibdi. Qo'shko'pir tumani, ya'ni Xorazm viloyatidan Vohimchi mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Rustam Jumaniyozovning bildirishicha, aynan bizga yuborgan murojaatidan keyin mehnat staji tiklangan, bola puli bilan bog'liq muammosi hal etilgan. Muhtaram muxlis, aziz tinglovchilar, sizga yordamimiz tegayotganidan xursandmiz. Sizning huquqlaringizning tiklanishida sizga qaysidir darajada yordamimiz tegayotgan bo'lsa, demak, loyihamiz o'z oldiga qo'ygan maqsadni oqlayapti deyishimiz mumkin. Chunki biz ba'zan murojaatlaringizni efirda o'qib eshittirmaganimiz bilan uni o'sha zahotiyoq mas'ulga yo'naltiramiz va biz uni nazoratga olamiz. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Siz murojaat yuborganingizdan keyin darhol ertasi kuniyoq uning javobi haqida bizdan so'rashingiz biroz noqulay bo'ladi. Biz ularga 15 kun o'sha murojaatni o'rganish uchun vaqt berishimiz kerak bo'ladi. Ba'zan bilasizmi, o'sha murojaatlaringiz o'sha kuniyoq hal bo'lganligi haqida sizdan ham minnatdorlik so'zlari olamiz. Bu bizni ham xursand qiladi, ishimizga kayfiyat bilan yondashishimizda motivatsiya beradi deyish mumkin. Endi loyihaga kirishamiz. Demak, loyiha avvalida men mana shu Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatiga yo'llanadigan murojaatlarni tahlil qilishdan oldin mana shu tizimning faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berilishi kerak. Chunki biz sizlarga keladigan murojaatni vakolatingiz doirasida taqdim etishimiz kerak. Bu savolga menimcha Nodirjon javob beradilar. Marhamat.
Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatining asosiy faoliyati tabiiy gazni qabul qilish, saqlash hamda yetkazib berishdan iborat. Bu jarayonda kompressor stansiyalari hamda magistral gaz quvurlari xizmatida foydalaniladi. Demak, bizga sizlar asosan kimlar bilan ishlaysizlar? Kimlar bilan ishlaysizlar? Aholi, demak, aholi bilan emas, iste'molchilar bilan ishlaysizlar. Iste'molchilar hamda tabiiy gaz qazib oluvchilar hamda yetkazib beruvchilar bilan ishlaymiz. Shuning uchun hozir bizga loyiha davomida iste'molchilar agar gazda o'sha tanqislikni sezadigan bo'lsa, ularning murojaati to'g'ridan-to'g'ri hudud gazga yo'naltirishi kerak bo'ladimi? Shunday bo'ladi. Biz demak, mana shu bizda ovozli yozuvlar bor. Qaysi loyihaga kirishadigan bo'lsak, Nasib opa, siz demak mana shu loyihada bugun ekspert sifatida ishtirok etayotgan ekansiz, xabaringiz bor. Mana necha yillardan beri suhbatlashamiz, muloqot olib boramiz va loyihaga kirishdan oldin aynan shu yo'nalishdagi murojaatlarni qanday hal etilganligini joyiga chiqib o'rganamiz. Bizda ovozli yozuv bor. Ikkita ovozli yozuvni ketma-ket taqdim etamiz. Marhamat. Mani ismim Olimboyeva Mohinur. Bu yilgi gaz ta'minoti juda yaxshi bo'ldi. Biz Uztransgaz ta'minotiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Gazdan muammoyimiz yo'q. Biz undan xursandmiz, minnatdormiz, kattakon rahmat aytamiz. Men ismim Shamuhamedova Munavvar. Toshkent viloyati Toshkent tumani Qorabo'rik mahalla fuqarolari ko'chaboshi mahalla faol hisoblanaman. U yoqda bizda qish paytida gaz taqsimchilik bo'lgan edi. Bunaqa masalalarda ko'p yurib, yelib shu Uztransgaz, hudud gaz ko'p joylarga murojaat qilganmiz. Lekin murojaatlarimizni inobatga olib, borib bizning hududimizni o'rganib, haqiqatdan ham og'ir ahvoldaligini bilib turib, bizga yordam berishgan. Biz undan xursand bo'lib, minnatdor bo'ldik. Orada ba'zi bir paytda ta'minlash ishlarini olib borishadi. Lekin hozirgi kunda bizani gazimiz juda a'lo darajada yaxshi. 6000 tacha aholimiz bor. O'shani teng yarmidan ko'p aholi shu gazdan iste'mol qilishadi. Ikkiga bo'lingan o'zi mahallamizni. O'sha yarmidan ko'pi hozirgi ta'minlash ishlari olib borilgan gaz quvuridan iste'mol qilamiz. Lekin hozirgi kunda bu yil umuman sovuqda bizda gaz muammosi bo'lmadi. Rahmat ularga kattakon tashakkur bildiramiz. Butun xalq mahalla nomidan bu yil bizni qiynalmagan holda gazdan muammolarimizni bartaraf qilib berib, shunchalik yugurib yelib ishlayotgan xodimlarga kattakon tashakkurimizni bildiramiz. Mana sohaga yuborilgan o'sha murojaatlarning yechimi haqida minnatdorlik so'zlari bor. Bu bizga kayfiyat bag'ishladi. Endi biz suhbatni demak siz bilan davom ettiramiz, Surayoxon. Mana shu murojaatlarni, yana bu va shu kabi murojaatlarning yechimi qanday bo'layapti? O'tgan yilgi qisqagina ma'lumotni taqdim etib, asosan bu yilgi shu kunga qadar yetib kelgan murojaatlar va ularning yechimi haqida ma'lumotlarni taqdim etsangiz, marhamat. Xo'p, bo'ladi. 2024-yil davomida Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatiga 2000 dan ortiq murojaat kelib tushgan. Uni hammasi avvalambor nazoratga olinib, monitoring qilinib, mutaxassislar yondashib, iloji boricha joylarga chiqqan holda o'rganishlar o'tkazib, ariza mualliflarining ishtirokida o'rganishlar qilingan va imkon qadar ijobiy masala, ya'ni ijobiy hal etilgan masalalar. Bu yilga o'tadigan bo'lsak, joriy yilning bugungi kun qadariga jamiyatga 65 dan ortiq murojaat kelib tushgan, hammasi nazoratga olinib, monitoring qilinyapti va mutaxassislar tomonidan yondashib, iloji boricha ariza mualliflarining ishtirokida o'rganishlar o'tkazilib, ijobiy hal qilinmoqda. Asosan qanday mavzular ko'tariladi unda? Bizga endi asosiy ijtimoiy mavzular ko'tariladi. Ko'proq ya'ni ishga kirish masalasi, ya'ni bizning tizim tashkilotlariga, jamiyatga ishga kirish. Undan tashqari moddiy yordam so'raladi. Undan tashqari takliflar, ya'ni shu takliflar ham beriladi va shunga o'xshash murojaatlar ko'proq. Bizga hozir murojaat kelib tushgan, ehtimol sizlarga tegishlimi yo'qmi, men taqdim etaman savolim. Qibray tumanidan yo'llayaptilar. Hudud gaz ta'minoti ilovasi yaxshi ishlamayapti. Bu bizning kunlik qancha iste'mol qilayotganimizni bilib turishimiz uchun kerak noqulayliklarni yuzaga keltiryapti, deyapti. Sizlarga taalluqlimi bu? Yo'q, bu murojaat hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga taalluqli. Agar ruxsat bersak, ularning telefonlarini aytib o'taman. Fuqaroyimizga bemalol bog'lansalar bo'ladi. Ya'ni ularda hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida call centeri bor, qisqa raqami 1104. Undan tashqari jamiyatining o'zining telefoni bor.
shahar telefoni 71 kodi bilan 202 1104 orqali bog'lansanglar, ularning mutaxassislari sizlarga amaliy yordam ko'rsatadi bu sohada. Albatta. Endi siz aynan o'zingizni yo'nalishingizdagi murojaatlarni qaysi telefon raqamlari orqali yuborishlari mumkinligini ham eslatib o'tasiz. Xo'p bo'ladi. Bizda murojaat bilan ishlash bo'limini shahar telefoni raqami 71 202 1012. Undan tashqari meni korporativ raqamim bemalol murojaat qilishsa bo'ladi 99 kodi bilan 01 45 94. Shuningdek Telegram raqamimni alohida ham aytib o'taman, bemalol murojaat yo'llashsa bo'ladi 94 695 55 97. Demak, bu siz murojaat aynan mana shu aksiyadorlik jamiyatining murojaatlar bilan ishlash bo'limi rahbari Surayyo Sidiqjonova telefon raqamlarini aytdilar va sizni mana shu yo'nalishdagi bezovta qiladigan, o'ylantiradigan, qiynaydigan masalalarda yoki siz javobini topa olmayotgan savollarni yo'llashingiz mumkin. Hozirning o'zidayoq sizning savolingizga javob berishga tayyorlar. Demak, bugun shu Transgaz aksiyadorlik jamiyatiga bo'ladigan murojaatlarni mana shu yo'nalishda qabul qilinadi. Ular bilan mana o'sha aholida gaz bosimi pastligi bo'yicha o'zi aslida hudud gazga chiqish kerakmidi ular? O'zi aslida hudud gazga chiqish kerak. To'ldirsangiz bo'ladi. Mana Nodirga to'ldiradilar. Biz asosan faoliyatimiz yuqori bosimli gazxo'rlarga xizmat ko'rsatish. Aholiga past bosimda beriladi gaz. O'sha uchun bu bizni yo'nalishimizga kirmaydi. Lekin hudud gaz bilan doimiy hamkorlikda ishlar olib boriladi. Albatta, albatta. Demak, o'sha murojaatchi ajratib olishi uchun aytdim, shu boshidan biz faoliyat haqida, o'sha vakolati doirasidagi vazifalar haqida ham birinchi navbatda shuni eslatib o'taylik, toki biz o'sha vaqtimizni ketkazib, noto'g'ri murojaatni sizga yo'naltirib, siz yana ularga yo'naltirgandan. Endi biz loyihaning maqsadi asosan shu muammolarni hal etish, shuning uchun siz o'zingizni qiynayotgan savollar va masalalarda murojaat yuborishda davom etishingiz mumkin va biz agar aynan bularga tegishli bo'lmasa ham bizda ekspert sifatida Nasibaxon ishtirok etyaptilar va ular sizning har qanday savolingizga Xalq qabulxonasining bugungi loyihaning ekspert sifatida javob berishga tayyorlar. Nasib opa, sizni yana studiyada ko'rib turganimdan xursandman. Mana ko'rib turibsiz, aynan ularning yo'nalishida hozir endi bular aholi bilan emas, o'sha yirik iste'molchi bilan ishlashadi, lekin shunga qaramasdan hozir mana to'ldirib loyihamizda tushuntirish berib o'tishyapti. Hudud gazga yo'naltirilishi mumkinligini, ularni qiynayotgan masalalar va endi biz Angren misolida aytadigan bo'lsak, biz yaqindagina Angren shahrida bo'lganimizda ko'p murojaatlarni o'sha boshqa o'tgan loyihalarimizda ham berib bordik. Aynan o'sha simyog'ochlar bilan bog'liq muammolarning sizning ishtirokingizda hal etilgani masalasi bormi? Biz o'tgan loyihada O'zbek ko'mirga ishga joylashtirilgan o'sha sizning murojaatchingiz sizga minnatdorlik bildirgani ham efirga uzatildi va shuning uchun bugun sizning o'zingiz bilan muloqot qilmoqchimiz. Biz hali eshittirishimiz davomida yana ovozli yozuvimiz bor. Uni taqdim etgunga qadar siz bilan Angren shahar aholisidan bugunga qadar kelib tushgan murojaatlarni biroz tahlil qilib o'tmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Angren shahar xalq qabulxonasiga hozir mana o'ylayman Shoiraxon xalq qabulxonalarini faoliyatida aynan tizimli muammolarni hal qilishda, qolaversa bugun davr bilan hamnafaslik va o'zgartirilayotgan, yangi kirib kelayotgan tizimlar bilan hamkorlikda xalq qabulxonasi yana bir o'zini bir yangi qirralarini ochdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi mana bitta mahalla yettiligini tashkil qilinganligini o'zi joylarda yurtimizda aynan xalq qabulxonalariga bir vaqtda muammolarni yechimida juda katta bir ko'makchi bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan alohida mas'uliyat yuklayapti. Sababi har bitta xalq qabulxonasiga murojaat qilgan va qolaversa xalq qabulxonasini ostonasidan kirib kelgan fuqaroni har bitta murojaatning ortida uni taqdiri yotibdi. U qaysi yo'nalishda bo'lmasin, ishga kirish yo'nalishi bo'ladimi yoki bir kommunal sohadagi muammosi, hamma sohada o'sha fuqaroni rozi qilish bizni oldimizga qo'yilgan bugungi kundagi asosiy maqsad, asosiy vazifa. Mana shu vazifani, mana shu maqsadni amalga oshirishda, aynan fuqarolarni rozi qilishda bugungi kundagi yo'lga qo'yilgan tizim bilan hamkorlik juda katta natija beryapti. Mana Angren shahrini misolini o'zida oladigan bo'lsak, 2023-yilda oladigan bo'lsak, biz shu
bosqichma-bosqich 2023-yilda murojaatlarni ijobiy hal qilish darajasi 34% tashkil qilgan. Lekin 24-yilga kelib murojaatlarni ijobiy hal qilish darajasi 54% dan oshganini o'zi ham, demak, xalq qabulxonalari bilan hamkorlik qilayotgan mana shu mahalla tizimi, tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning ijobiy natijasi va albatta buni zamirida fuqarolarimiz roziligi yotganini alohida ko'rsatib turib desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi shu o'rinda bilasizmi, men kuni kecha bizga Angren shahridan murojaatchi qo'ng'iroq qildi, aytdiki, bizda bugun sayyor qabul edi. Men dedi, bir masalada murojaat qilmoqchi edim, bir ham minnatdorlik bildirmoqchiman, chunki bizda deyishdi, bu Jigariston mahallasida bo'lib o'tayotgan paytda menimcha siz u joyda bo'lgansiz, ichkarida bo'lgansiz. U bizga minnatdorlik bildirib, xalq qabulxonasi sayyor qabul tashkil etganda bir yo'la tibbiy ko'riklarni ham tashkil etyapti. Biz ham tibbiy ko'rikdan o'tdik, ham muammolarimiz haqida suhbatlashdik, ayniqsa ayol kishi bo'lganligi uchun deyapti haligi ayol. Men chin dildan ular bilan suhbatlashdim, muammolarimni aytdim deyapti. Yana bir murojaatchimiz bor edi, o'sha qabulxonaga borganimizda Xolisxon degan. Bizni o'ylantirgan masala, uni onasi o'sha ayol bilan suhbatlashganimizda siz yordam berganingizni aytgan va u bir qizchasi 6-sinfda o'qiydigan qizchasini ko'zidagi o'sha nuqsonni yashirayotgani, o'shani davolatish uchun imkoniyatim yo'q deyotganda, shu murojaat qanday hal bo'ldi? Xolisxonning qizi. Xolisxonning qizi bu kam ta'minlangan oila. O'zi Xolisxon oilasi ungacha ham Xolisxonda ishga joylashdi. Qolaversa uni umr yo'ldoshi, turmush o'rtog'ini ishga joylashdi. Bevosita xalq qabulxonasi yordam berib borganmiz. Aynan mana shu sizlar borganlaringdagi murojaati bo'yicha biz o'sha kunni o'zidayoq qizini shaxsan o'zim tibbiyot bo'limiga olib borib, butun o'sha tajribali shifokorlar ko'rigidan o'tkazib, kerakli muolajalarni qilib va dori-darmonni olib berishga yordam berdik. Bugungi kunda qizchaning ahvoli yaxshi. Yaxshi bo'lsin, ilohim. Mana shunaqa ko'p masalalar sayyor qabullarga borganda ham hal bo'ladi, shundaymi? Men endi hozir Uztransgaz mas'ullaridan so'ramoqchi edim. Qabullarni qanday tashkil etasizlar? Joylarga chiqib sayyor qabullar o'tkazilishi, qanchalik aholiga yaqin bo'lib, ularni aholi iste'molchingiz emas, lekin baribir har bir bugun o'sha Uztransgaz tizimida ishlaydiganlarga yaratilayotgan sharoitlar, ularni ijtimoiy himoyasi haqida ham to'xtalib o'tishingizni so'rardim. Surayyoxon. Bo'ladi. Sayyor qabullar bizda boshqarma raisi va uning o'rinbosarlari tomonidan mana misol tariqasida 24-yilda 15 martadan oshiqroq joylarga chiqib, ya'ni respublikamizning turli tuman va shaharlarga chiqib o'tkazildi. Bu albatta fuqarolarga qulaylik yaratadi. Undan tashqari shaxsiy qabullar ham bizga juda yo'lga qo'yilgan. Misol tariqasida Qoraqalpoq Respublikasining turli bir tumanlaridan kelolmaydigan aholilar bo'lsa, biz ularni imkoniyatiga kirgan holda, ya'ni ularga videokonferens aloqa orqali shaxsiy qabullarni ham tashkillashtirib beramiz. Ularga juda ham hozir bir yoqqan, minnatdorchilik bildirishadi. Shuningdek, shu 24-yil davomida 100 dan ortiq murojaat bo'lgan shu sayyor qabullarda. Shaxsiy qabullarda ham 60 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. 25-yil davomida mana jadvallar, ya'ni tasdiqlangan jadvallar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasiga borildi, mana yaqinda. Undan tashqari Farg'ona viloyati, undan tashqari Jizzax viloyatiga borilib, shu 20 tadan ortiq fuqarolar qabul qilindi. Masalalariga mutaxassislarimiz jiddiy qarab, nazoratga olgan holda amaliy yordam ko'rsatishdi. Undan tashqari biz sayyor qabullarimizda albatta xalq qabulxonalari bilan birga ishlaymiz. Ularni taklif qilgan holda buni keyin saytlarimizda yoritamiz. Va shu borada ishlar jo'shqin olib borib boriladi. Albatta, rahmat. Biz yana mavzuda davom etamiz. Bizda ovozli yozuv bor. Angren shahridan menimcha minnatdorlik so'zlari bo'lishi kerak. Marhamat, uni ovozli yozuvni efirga ulaymiz. Assalomu alaykum. Men Nazarmatova Habiba Mirusmanovna, Angren shahar, Chinobod mahallasi, Ozodlik ko'chasi 20A uyda istiqomat qilaman. Mening birinchi guruh o'g'lim Nazarmatov Abduqahhor Abdumannapovich 34 yoshda.
bir joyga yotib qolgan. Juda qiynaldik. Yordamga muhtoj bo'lib qoldik. Shu munosabat bilan men xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Xalq qabulxonasidagilar meni murojaatimda inobatga olib, kelib, o'rganib, menga elektron aravacha taqdim qilishdi. Elektron aravacha bizga juda ham zarur edi. Bundan o'g'lim juda ham xursand bo'ldi. Biz xursandchiligimiz cheksiz. Angren shahar xalq qabulxonasiga rahmat aytaman. Angren shahar xalq qabulxonasidan rozimiz. Undan tashqari ular bizga dori-darmon, imtiyozli doktorlarga yotqizishga, oziq-ovqatlarga yordam berishadi. Bayramlarda, hayitlarda hech qachon chetda qoldirishmaydi. Har doim biz e'tibordamiz. Buning uchun Angren shahar xalq qabulxonasining boshlig'i Nasiba Gafurovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz Angren shahar xalq qabulxonasidan mingdan bir rozimiz. Rahmat. Mana Nasibaxon, sizni faoliyatingizga berilgan baho, lekin deyarli oxirgi lavhalarimizda, o'sha loyihalarimizda ko'pincha Angren shahridan katta hal bo'lgan masalalar haqida so'z borgan va bu eng kichkinasi desa bo'ladi. Endi men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, xonadonbay o'rganishlar aholi yoki murojaatchi uchun qanchalik qulay, siz uchun qanchalik qulay? Mana shu xonadonbay o'rganish tizimi xalq qabulxonasi bilan bevosita mahalla yettiligini xonadonlarga kirishi natijasida muammoni ko'zi bilan ko'rish boshqachada. Aynan o'sha fuqaroni nafas olayotgan xonadondan siz ham kirib o'sha fuqaroni ahvolini o'rniga o'zingizni qo'ya olish bu boshqa narsa. O'sha uchun men o'ylayman, har bitta xonadonga kirganimizda biz ba'zi xonadonlar bor, u muammosini ko'tarib chiqmaydi. Qandaydir bir andisha qiladi, qandaydir bir uyaladi. Lekin mana shu xonadonga kirib borganingizda o'zimiz muammoni topib, unga yordam berishga asos bo'layapti-da. Bunday holatlar juda ko'p. U murojaat qilmagan. U murojaat qilmagan, lekin xonadoniga boryapsiz, xonadonda bitta emas, ikkita, uchtalab nogironi bor. Ba'zilarning oilalarida yoki bo'lmasam bitta oilada farzandi o'qishi bitirib ish topolmasdan, ikkita, uchta voyaga yetgan farzand ishlay olmasdan o'tiribdi, lekin ular murojaat qilmagan. Hattoki ba'zi xonadonlarda o'sha murojaatni qayerga borib qilish kerak? To'g'ri, hokim yordamchisi kiryapti, ko'ryapti, lekin ba'zi holatlarda mana shunday bir chetda qolgan xonadonlarimiz ham chiqib kelyaptiki, ana shu birga kirgan paytimizda biz bevosita ularning muammosini hal qilishda tashkilotlar bilan, hokimliklar bilan hal qilib birgalikda natijaga erishyapmiz. Albatta. Suhbatni sizlar bilan davom ettirmoqchiman. Surayoxon, suhbatimizdan ma'lum bo'ldiki, 8000 ga yaqin o'sha fuqarolar ishlaydigan tizimda o'ziga yarasha ularning ijtimoiy himoyasi ham bo'lish kerak va shu haqida aytamiz. Yana siz aytyapsiz, murojaatlarning eng ko'pi ishga joylashishda yordam so'raydi va ularning hammasida ham mutaxassislik bo'lmasa kerak. Sohaga mutaxassislar qayerda tayyorlanadi? Mana shu savollarga ham javob berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Sohada mutaxassislar bizada Urganch Transgaz unitar korxonamizda o'quv markazi bor. O'sha o'quv markazida shu mutaxassislar tayyorlanadi, saviyasi oshiriladi muntazam ravishda. Undan tashqari jamiyat xodimlari ijtimoiy imtiyozlar va kafolatlarni amaldagi jamoa shartnomasida o'rnatilgan tartibda ularga yordam beriladi. Demak, mana shu asosiy murojaatlar shu ekan. Demak, sohaga mutaxassislar faqat Urganchda tayyorlanadi, boshqa shu hududlarda yo'q. Yo'q, endi bunaqa deymiz, bizda 8000 ta ortiq ishlovchi xodimlarni, ya'ni shu yo'nalishi bo'yicha saviyasi shu 3 yilda bir marta albatta oshiriladi. Shu borada Urganch Transgazi shu o'quv markazida bularni o'qitamiz. Lekin siz hozir mana savolingiz ishga kirish, ya'ni ishga kirish bo'lsa, bizda albatta uni o'ziga yarasha talablari bor. Ya'ni oliy o'quv yurtiga bitirgan bo'lish kerak. Shu ya'ni bizda bo'sh ish o'rin bo'lganda shu talablar qo'yiladi. Albatta oliy o'quv yurtida ma'lumoti bo'lishi kerak, oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Undan tashqari keyin bu ishga olingandan keyin buni saviyasi keyinchalik o'sha Urganch Transgaz o'quv markazlarida tajribasi, malakasi oshirib boriladi. Siz bilan davom etamiz. Nasibaxon, mana hozir ko'ryapsiz, bu sohaga so'rashyapti, o'sha qayerda mutaxassislik tayyorlanadi, nimalar talab qilinadi degan savol tushgan edi. Hozir mana bular shunga javob beryaptilar. Ko'pincha xalq qabulxonasiga keladiganlar yoki
qachonki men o'sha qabulxonalarga bo'lganimda yoki o'zimizga ham keladigan murojaatlarda bilasizmi, otalari yoki bobolari yoki onalari bolasiga ish so'raydigan holat bo'ladi-da. Men aytaman, qani ishga kirmoqchi bo'lgan, u kelishga uyaldi yoki o'zi qo'ng'iroq qilishga yoki murojaat qilishga uyalayapti deyshadi. Qachon bolangiz mustaqil bo'ladi? Qachon o'zining muammosini o'zi yecha oladigan bo'ladi? Bizni bilasizmi? Og'riqli joyimiz shundaki, bolalarimiz katta bo'lsa ham uning muammosini men yechishim kerak deb o'ylashimiz. Biz uni qanchalik erta hayotga tayyor qilsak, muammolarning o'zi shunchalik yechim topadi. Shu o'rinda siz ko'p yillardan beri mana shu tizimda ishlab kelayotgan mutaxassis sifatidagi mulohazalaringizni bilmoqchi edim. Juda ham haqiqatan og'riqli, dolzarb mavzuni ko'tardingiz. Hattoki juda katta sayyor qabullar o'tgan paytida ham o'ta bir qiynalgan, shu yoshi ma'lum bir yoshga borib qolgan keksa ota-onaxonlarni borib o'sha sayyor qabullarda, ba'zilari nogironlik aravachalarida borib, ular o'zlari uchun so'ramaydi. Faqat farzandlari uchun, o'g'liga yoki qiziga ish so'rash yoki bo'lmasam o'g'li yoki qiziga bir mulk so'rash, uy so'rash, arzimagan bir muammolar bilan ham ota-onalarimiz mana shu sayyor qabullarda ko'zimiz tushadi. Bu aynan boshqa hamma qabulxonalarda bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu sohada hozir bizga alohida Toshkent viloyatida juda ham bir rahbariyat tomonidan chiroyli bir takliflar kiritilmoqda. Xalq qabulxonalarini qoshida Nuroniylar kengashi bilan hamkorlikda yaqin yo'lga qo'yish. Demoqchimanki, chunki har bir mahallani o'ziga yarasha vijdoni nuroniysi borda. Agar mana shu nuroniylarda ham xalq qabulxonalarida biz birgalikda hamkorlikda ish olib boryapmiz. Demoqchi bo'lganim, ota-onasini balkim ularga qandaydir bir tanbehi, erkalik qilishar shu farzandlar, bir qandaydir qaysarlik qilishar, lekin mahallani nuroniylari agar ularni bir ozgina o'rtaga olsa yoki bo'lmasam ota-onasi kelganda shu o'g'lini ham chaqirib, "Sen nima uchun ota-onangni sarson qilyapsan? Nimaga sen o'zing mustaqil bo'la olmaysanmi?" degan gapni gapiradigan bo'lsa, o'ylaymanki bu boshqacha ta'sir qiladi. Va shu uchun ham bugungi kunda aynan mana shu nuroniylar bilan, yoshi kattalar bilan, kayvoniylar bilan xalq qabulxonasini orasidagi hamkorlikda yaxshilash masalasi qo'yilyapti. Xalq qabulxonasiga ayollar ko'p keladimi, erkaklarmi? Bilasizmi, men faoliyatimda ko'pchilik holatda ayollar ko'p keladi. Oilada qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin bitta narsa achinarli, ko'proq nazarimda ayollarimiz nafaqat bugungi kunda jamiyatda o'sha o'ziga ishiga tegishli bo'lgan farzand tarbiyasi qolaversa, bugun jamiyatda o'sha oilani ham butun yukini o'zini yelkasiga olib, oilani farovonligi, bir rivoji, iqtisodiyoti uchun jon kuydirayotgandek tuyuladi-da, ayollarimiz ko'proq keladi. Qaysi yoshdagilar ko'proq keladi? Bugungi kunda shu ayollarimizdan ko'proq o'rta yoshlardagi, 30 yoshdan oshiq, 50 yoshdan pastdagi bo'lgan ayollarimiz, 30 bilan 50 yosh orasidagi ayollarimiz ko'proq murojaat qilishadi. Albatta, men o'ylayman, bu yoshda farzandlar katta bo'lib qolgan, hammasini o'ziga yarasha muammolari va qolaversa, o'tish davrida qandaydir bir shirin tashvishlar bilan ham kelishadi. Farzandlarni uylantirgan, bitta uyda 3 ta 4 talab oila bo'lib qoldida, kelinlar orasidagi muammolar bo'yicha yoki bo'lmasam, siz aytganingizdek, farzandiga ish so'rab kelayotgan ayollarimiz juda ko'p hollarda. Endi albatta tushunishimiz mumkin, ko'pchilik hollarda farzandi kasal bo'lsa yoki farzandida bir operatsiya, jarrohlik operatsiyalarini o'tkazsa, ona sifatida albatta jon kuydirib ayollar keladi yana. Katta yoshlilar ko'proq yordam so'rab kelishadimi, maslahat so'rab kelishadimi yoki shunchaki dardlarini aytib, ularni eshituvchi yo'qligidan yengillagani kelishadimi? Mana shu oxirgi aytgan jumlangiz menimcha juda haqiqatga yaqin. Sababi ko'pchilik katta yoshdagilar dardini ularni eshitish kerak. Menimcha o'ylayman, insonda bir psixologiyasida, ruhiyatida shunday bir payt bo'ladiki, kimgadir bir dardini to'qish kerak, uni eshitish kerak. Eshitganingizdan keyin unga bir chiroyli gapirib, hayotda bugungi kunda oyda 15 qorong'i, 15 yorug'ligini aytish, hattoki oilaviy masalalarda ham juda ko'p kelishadigan bo'lgan. Hozir xalq qabulxonasiga albatta bevosita xotin-qizlarni chaqiramiz, ular bilan imkoniyat darajasida yordam berishga harakat qilamiz, lekin baribir aynan mana shu ruhiyatida ozgina bir sokinlikka erishib ketadi, xalq qabulxonasiga kelib. Dardini aytib ketadi. Albatta, albatta. Ba'zan ularga hech qanday yordam kerak emas, lekin ularni eshitish kerak xolos. Ba'zan bilasizmi, bugun endi mana shu muloqotimizdan foydalanib yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim.
hamonki bizga mana yuborilayotgan murojaatlarda, savollarda ko'proq o'sha bandlik masalasi, o'shanda ham mana katta yoshdagilar yozishyapti-da, bandlik. O'g'limni, farzandimni, nevaramni, qizimni ishga joylashtirish bo'yicha deb yozishyapti. Biz endi tegishliligi bo'yicha uni mas'ullarga yo'naltiramiz, lekin eng asosiysi ish qidirayotgan odamning o'zi, ish beruvchining oldiga dadil kirib borishining o'ziyoq uning birinchi yutug'i deyish mumkin. Biz ko'p yillik mana shu tajribalar asosida aytishimiz mumkinki, har qanday ish beruvchi siz yuborgan vakilga emas, birinchi navbatda sizning o'zingizga, salohiyatingizga, mana shu ishni eplab keta olishni ko'rsata olishingizga. Ya'ni bu ish meniki degan dadil ishonch bilan kirib kelgan mutaxassisni hech kim menimcha qaytarmasa kerak. Undagi jiddiy jahdni, shiddatni ko'rgan har qanday rahbar menga mana shu kelajakda o'rinbosar bo'la oladi, mana shu ishni davom ettira oladi degan o'zida ham xulosa, komil ishonch bo'ladi va ishga, ayniqsa mana hozir bularga o'sha ishga joylashish haqida gapirilganligi uchun eslatib o'tayapman. Demak, Uztransgaz tizimiga ishga joylashish uchun albatta oliy shu sohaga joylashish uchun oliy ma'lumotli bo'lish talab etiladi va bizda hozir oliy ma'lumotli bo'lish uchun barcha eshiklar yoshlarimizga ochiq deb bemalol ayta olamiz. Qachonki ularning salohiyati, bilimi bo'ladigan bo'lsa, oxirgi yillar bizga bo'layotgan murojaatlarning hammasida ko'rinib turibdi. O'z kuchim bilan, o'z bilimim bilan o'qishga kirdim degan o'sha iftixor bilan, faxr bilan aytadigan yoshlarimiz ko'paygan. Juda ham to'g'ri. Mana hozir mana shu yoshlar haqida gap ketganda, yoshlarimizga mahalladagi yoshlar vakillari bugungi kunda xuddi siz aytayotganingizdek, aynan yoshlarga mana shu o'zi gapira olishi, o'zi uchun shijoat bilan chiqa olishiga bir asos yaratildi-da. Oldingiga nisbatan yoshlarimizda hozir fikrlari o'zgargan, teranlashdi. Endi men o'ylaymanki, mana shu yoshlarimiz faoliyati bilan bog'liq barcha sohalarda ilgarilash bo'lyapti, ijobiy tomonga. Nasiba, siz mana shu sohada ishlayotgan ko'p yillik tajribangiz asosida tuman bilan shahardagi murojaatlarni bir-biridan keskin farq qiladigan jihatlari ham bor, shundaymi? Yoki mana biz boradigan bo'lsak, mana chekka hududlarga, qishloq joylarga borganimizda ular ba'zilari o'zlarida mavjud imkoniyatni ham bilishmaydi. Bugun siz u bizning oldimizda turgan vazifa faqat ularning murojaatini hal qilish, muammolarini eshitib, yonida turib yordam berish bilan birga ulardagi o'zlaridagi ichki imkoniyatni ham uyg'otish. Ularda uyiga, xonadoniga kirasiz, unda issiqxona qilish imkoniyati bor yoki bir qo'lda kichkinagina hunari bor, shuni shakllantirish, rivojlantirish imkoniyati bor, lekin u bir martalik moddiy yordam so'rayapti. To'ppa-to'g'ri, mana hozir bizga xalq qabulxonalariga yana bitta qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Bevosita mana juda ham katta bir siyosiy darajaga borgan bir, menimcha aytsa bo'ladi, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi butun yurtimiz bo'ylab amalga oshirilyapti-da. Menimcha bu tajriba butun dunyoda yo'q-da, lekin aynan mana shu tajriba orqali ajralib chiqdi. Qanday imkoniyat yaratib berish kerak? O'sha kambag'al oila deyapmiz-da, uyiga boryapmiz. Siz aytgandek, tomorqasi bor. Xalq qabulxonasi bugun bevosita birgalikda ishlayapmiz hokim yordamchilari bilan va bu natijasi endi siz aytganingizdek ularga birorta bir moddiy yordam emas, balkim o'zlari imkon topib, o'zlari mablag' topib mana shu holatni bartaraf etish vazifasi qo'yilyapti. Va bu amalga oshishda ijobiy natijalarga erishyapmiz. Angren shahridagi murojaatlar o'sha qo'shni viloyatlardan ham keladigan fuqarolarimizdan tushadi ba'zan, shundaymi? Albatta. Ishga joylashtirish, o'sha hududdagi infratuzilmasi jadal rivojlanib boryapti. Angren bir paytlar biroz o'tiroq holda edi. Hozir endi Angren yosharib borayotgan, sanoat rivojlanayotgan shahar bo'lganligi uchun unga intilayotgan yoshlarimiz ko'p. Shu o'rinda o'sha Angren shahridagi murojaatlarni tumanlarga nisbatan taqqoslaganda yoshlarimizdan tushayotgan murojaatlar. Yoshlarimizdan siz aytganingizdek, meni ko'proq nima qiladigan, quvontiradigan yana bir holat, murojaatlarni tahlil qilganda oldin faqat ish so'rashardi, lekin bugun ko'pchilik yoshlarimiz bilan suhbatlashganimda, uylariga borganimda gaplashsam, ular bir vaqt o'zida o'qish, oliy ma'lumot olish va yana shu bilan birgalikda agar imkoniyati sal qiyinroq bo'ladigan bo'lsa oilaviy sharoitda bir vaqt o'zida oliy ma'lumot olib, bir vaqt o'zida o'qib ishlash masalasini qo'yapti. Bu juda menga quvonarli, sababi yoshlarimizda ilm olishga intilish ko'rinib turibdi-da. Albatta. Hozir mana Uztransgazga yo'llashibdi, savol yo'llashibdi. Agar mutaxassislikka o'qiyotgan bo'lsa,
uni o'sha imtiyozli to'lovlari, kontrakt to'lovlarida yordam beriladimi korxona tomonidan deb so'rabdi sohada ishlayotganlarga. Endi sohada bizada imенно bizning jamiyatda ishlovchi xodimlarga biza kontraktini to'lab beramiz, lekin oyligidan keyin qaytariladi. Ya'ni ular yil davomida shu 1 yillik to'lab bergandan keyin shu yil davomida oyligidan azini qaytariladi. Lekin bu ishlovchi xodimlarga tegishli. Ishga kirish, ya'ni ishga kirayotgan, o'qiyotgan bo'lsa, unaqa imkoniyatlar bizda yo'q. Demak, o'zida ishlayotganlar haqida. Yana bitta narsani shu yerda qo'shimcha qilishimiz kerak. Sohada ishlayapti, ma'lumoti o'rta, lekin oliy ma'lumotli olish ishtiyoqi bor. 5 yil ishlagan bo'lsa, unga korxona tavsiya beradi, suhbat bilan oliy ma'lumotli bo'lishi mumkin institutda. Kontrakt to'lov asosida o'qiydi. Kontraktini oyligidan saqlaydi-yu, keyinchalik qaytib to'lanadi. Juda ham yaxshi. Bu ham baribir bir imtiyoz. Imtihonsiz qabul qilinadi. Imtihonsiz qabul qilinadi. Demak, mana hozir bizga savol yo'llagan murojaatchimiz akkauntlari yopiq ekan. Demak, agar sizning farzandingiz shu sohada ishlayotgan bo'lsa, demak, u hozir o'rta maxsus ma'lumotli, endi kelajakda oliy ma'lumotli bo'lishni istayotgan bo'lsangiz, imtiyozli suhbat asosida o'tishi mumkin, hamda demak, uni kontraktini tavsiyanoma asosida o'tishi mumkin, hamda uning kontrakt to'lovida bu ham bir imkoniyat yaratilgan. Bu imkoniyat, chunki unga hali ishlamagan ish haqidan oldindan to'lab berilyapti. Bu ham ishonch desa bo'ladi. Demak, mana sizlardagi murojaatlar bo'yicha minnatdorlik so'zlarini eshitdik loyihamiz davomida. Angrendan biz deyarli loyihamizni har sonida berib boramiz. Chunki angrenliklar faol. Sizga bordimi, murojaati yechim topdimi, darrov bizga chiqishadi, minnatdorlik bildirishadi. Biz bundan xursandmiz, chunki xalq qabulxonasi siz bilan bizning ishimiz va maqsadimiz mushtarak. Asosiy maqsadimiz yordam berish. Bugungi loyihada ham agar kimlarningdir savoliga yechim topgan bo'lsak, murojaatlariga yechim topgan bo'lsak, demak biz oldimizga qo'ygan maqsadga yaqinlashibmiz. Muhtaram muxlis, aziz tinglovchilar, hurmatli kuzatuvchilar, siz O'zbekiston 24 tele radio kanalida to'g'ridan-to'g'ri efir orqali xalq qabulxonalarida loyihasini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt va e'tibor uchun eng asosiysi ishonch uchun rahmat. Bugungi dasturda ishtirok etgan bizning ekspertlarimizga, Uztransgaz mas'ullariga sizning minnatdorligingizni yetkazib qo'yaman. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Loyiha muallifi Shoira Umurzoqova, rejissor Qodirjon Mamarasulov hamkorlikda ishladik. Hammaga rahmat. Xalq qabulxonalarida